Okay, assalomu alaykum. 1 minut vaqtingizni olsa bo'ladimi, okay? Bo'ldi, yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Ozgina vaqtingizni olaman, mana shu mikrofon taqibman. Okay, bitta savol bor edi. Mashinangiz chiroyli ekan, o'shanga to'xtadi. Aynan Equinox yuradiganlar nima ish qiladi? Biz endi Namanganda santexnika sohasi bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Santech Deplomontaj brendi asoschisiman Namanganda. Ya, santexnika sohasida bo'lib, Equinox qiyinmi ekan, okay? Ya, nimaga qiyin bo'ladi? Biz har bir qilayotgan obyektimiz premium klassdagi xizmat ko'rsatamiz. Premium klassdagi mahsulot ishlatamiz. Har bir obyektimiz uchun, qilingan obyekt uchun besplatni 1 yil servis besplatni yo'lga qo'yganmiz. Kafolati har bir ishlatib, ustavka qilgan mahsulotimizga 5 yildan 15 yilgacha kafolatini beramiz. Endi har bitta ishlagan xonadondan duo olamiz, ko'nglini olamiz, klientning roziligini olib, xursandchilik bilan chiqib ketamiz. Endi bunaqa holatda duo olganingizdagi hamisha ko'karasizda. Zo'r, okay, havas qildi. Men to'g'risi Namanganda umuman ko'rmaganman. Anaqa santexnikalarni Equinox bilan yurganda, to'g'risi, hamma santexnikalarga nasib qilsa, iloyim. Okaga obuna bo'lib qo'ying. Aynan Namanganda premium mahsulotlarni sotish, premium santexnika bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'yicha birinchi o'rinda ekanlar. Okay, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin, okay?